Salaba ibn Abdurrahmon ismli bir sahoba bir kun Madina ko'chalarida yurib, bir eshikni oralig'idan bir ayolni yuvinayotganini ko'rdi. Nafsiga qarshi chiqolmay qarashda davom etib, keyin bir onda qalbidagi iymon jo'shqinlanib, men nima qilyapman deb ayttirdi. Yugurib uyiga qamalib oldi. Payg'ambarimiz u kishiga xabar yo'llab, unday qilmasin, tavba etsin. Alloh tavba qilganlarning tavbasini qabul qilishini aytdi. Bu xabar Hazrat Salabani biroz taskin qildi. Bu ishdan o'zini hech ham afv qila olmadi. Shunaqangi ko'p tavba qildi, shunaqangi ko'p yig'ladiki, xarob bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom u kishining qayerda ekanligini so'radilar. Xasta ekanligini bilib, "Turing, birodaringiz Salabaniga boramiz" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalomning kelganliklarini ko'rgan Salaba, "Bu ne sharaf" dedi va Rasulullohni quchoqladi. U kishining iforini his qilib, pushaymonlik holatida bir onda uning yuragi bardosh bera olmadi va jon berdi. Payg'ambarimiz alayhisalom ko'z yosh to'kdilar. "Yaxshilab e'tibor bering. Uning jigarlari Allohdan qo'rqqanidan parcha-parcha bo'lib ketgan" dedilar. Qachon bu g'aflatdan qochamiz, do'stim? Qachon Allohning sevgisini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib sezgirroq yashaymiz? Javobimiz yo'q, to'g'rimi? Shayton nafsimizni barmoqlarida o'ynatadi. Bu videoni ko'rayotgan do'stlarimiz ham e'tiroz bildirishadi. Unutmang, inson aybini farqlayaptimi? Gunohining afvi uchun qilinayotgan tavbaning boshlanishidir. Balki buni tinglash uchun ehtiyojingiz bordir. Shuning uchun hozir sizga aytaman. Siz Robbingizni yagonasisiz. Undan uzoqlashgan bo'lsangiz, yaqinlashish uchun biron yo'l izlang. Gunohkor bo'lsangiz tavba qiling. Roziligini olish uchun niyatlaringizni go'zallashtiring. Qulligingizni isbotlang. Unutmang, u sizni sizdan ko'proq o'ylaydi. Qalbingizdagi eng kichik og'riqni ham biladi. Duolaringizni eshitadi, hammasiga shohiddir. Bu so'zlar bilan siz ham yaqinlaringizni xursand qiling. Haj mavsumi Makkaning do'konlaridan biriga mato olish uchun kirdim. Sotuvchi mahsulotlarini maqtagandan maqtab tinimsiz qasam ichaverardi. Shu sabab do'konidan chiqib, boshqa do'kondan mato oldim. Oradan 2 yil o'tib hajda o'sha sotuvchining ixlos bilan ibodat qilayotganini ko'rdim. Do'koniga kirsam, savdoni ham qasamlarsiz, mahsulotining kamchiligini aytib sotayotgandi. Undan so'radim: 2 yil oldingi qasamxo'r sizmidingiz? Nima o'zgardi? U javob berdi: "Ha, men o'shanda edim. Bir xotinim bor edi. Nuqul topganim kamligidan shikoyat qilar. Ko'proq pul topsangiz bo'lmaydimi deb malomat qilaverardi. Alloh taolo meni undan xalos qildi. Keyin boshqasiga uylandim. Bu ayolim har safar uydan chiqarkanman, Allohdan qo'rqing. Bizga harom luqma yedirmang deydi. Shunday qilib o'zgardim." Imomdan rivoyat qilingan hikoya shu yerda tugaydi. Bunga o'xshash hollarni bizning zamonamizda ham ko'p ko'rganmiz. Darhaqiqat, soliha ayol dinning yarmidir.